هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure El-A'rab tefsiri 123. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kathir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi El-A'rab suresinin 123. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Firavun aytdi: "Sizler men ruhsat qilmay turib Musaga iman etdinglar. Bu çoqum sizlarning shahar, ya'ni Misrdagi cheg'inlarda aholini shahardan haydab chiqarish uchun Musa bilan birlashib oldin planlagan hilanglardir. Sizlarni qandoq jazolaydiganligimni uzoq qolmay bilasizlar. Sizlarning qo'linglarni, putinglarni cho'qim o'ng chap qilib, o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni yoki o'ng putinglar bilan so'l qo'linglarni cho'qim kesiman. Ondan hammanglarni cho'qim darg'a esib o'ltiraman." Sehrgarlar aytdi: "Biz albatta Rabbimizning dargohiga qaytquchilarmiz. Sen bizni faqat Rabbimizning bizga nozil qilgan oyatlarga iymon etganligimiz uchunla ayblayotsan. Rabbimiz bizga sabr ato qilgan. Bizni musulmon petimizga qabzroq qilgan." Sehrgarlar iymon etgandan keyin Fir'avnning ularga qilgan tahdidi va ularning bergan javoblari to'g'risida Allah Teala bu ayetlerde sehrgarlarning iymon etganligi uchun Fir'avnning Allah uning la'nat qilsin, sehrgarlarga tahdid solganligidan ularga: "Bugun mening yengilib qolganligim sizlar bilan Musaning orlig'ida oldin kelishib olgan bir planinglarning sababidandir" deganligidan xabar berdi. Bu tövendeki oyatning ma'nosiga o'xshashdir. Firavun aytdi: "Sizlarga men ruxsat berishdan burun uningga iymon etdinglar. Shubhisizki u cho'qim sizlarga sehrni o'rgatgan cho'nginglar ekan." Firavun ve aqli o'shi joyida har qanday bir odam Firavunning so'zining eng xato bir so'z ekanligini bilib olaydi. Çünkü Musa aleyhisselam Medyen degan shahardan kelibla Firavunni Allah Teala tarafga chaqirdi. O'zining Allah Teala tarafidan elib kelgan dinining haq din ekanligiga katta mo'jizalar va keskin paketlarni ko'rsatdi. Shuning bilan Firavun hükümranlığı ostidagi shaharlarga sehrgarlarni yig'ish uchun odam avatdi. Avatgan odamlar Misrning har bir shaharlaridan Firavun va uning qavmining cho'nglari tanlagan sehrgarlarni yig'ib Firavunning qishig'iga elib kelgan edi. Firavun ularga agar g'alaba qilsa nurg'un mol dunyo beradiganligini va'da qilgan edi. Shuning uchun sehrgarlar Musa aleyhisselam ustidan g'alaba qilib Firavunning oldida yuqori martabaga erishishga nihoyat hirisman edi. Musa aleyhisselam bo'lsa ulardan biror kishini tonimaydi. Hatto ulardan birsini uchirtib boqmagan edi. Firavun buni obdan biladi. Firavunning bundoq deyishi nodon xalqlarini go'llash uchun edi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Firavun qavmini go'llaganlikdan qavmi unga itoat qildi.
Chunki Fir'avnning "Men sizlarning buyuk Robbinglar bo'laman" degan so'ziga ishongan xalq insonlar ichidagi eng nodon va ozg'un xalqdandir. Bu cho'qim sizlarning shahar, ya'ni Misrdagi cheg'inlarda aholini shahardan haydab chiqarish uchun Musa bilan birlashib oldin planlagan hilanglardir. Bu oyatning ma'nosi haqida Suddi, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas va boshqa sahoba radhiyallohu anhumlarning mundaq deganligini rivoyat qildi. Musa alayhissalom sehrgarlarning boshlig'i bilan uchrashdi. Musa alayhissalom uningga: "Agar men seni utib olsam, sen menga iymon etamsan va men elib kelgan dinning haqligiga guvohlik beramsan? Qani deb baq" dedi. Sehrgarlarning boshlig'i: "Men ati hech qanday bir sehrgar yengilmaydigan bir sehrni qilaman. Alloh nomi bilan qasam qilamanki, agar sen meni tutib olsang, men sana cho'qim iymon keltiraman. Sen elib kelgan dinning haq ekanligiga guvohlik beraman" dedi. Bu ikkisi shu so'zlarni qilishganda Fir'avn ularning yanida edi. Shunga Fir'avn yuqorqi so'zini qildi. Ya'ni butun davlat Musa bilan sizlarning qo'lingizga o'tidi. Shuning bilan sizlar u davlatning cho'nglarini chiqarib o'tsizlar. Davlatga sizlar hukmronlik qilasizlar. Sizlarni qanday jazolaydiganligimni uzoq qolmay bilasizlar. Ondan Fir'avn ularga qanday jazo bermoqchi bo'lganligini tuvandagi so'z bilan ochiq bayon qildi. Sizlarning qo'linglarni, putinglarni cho'qim o'ng chap qilib, o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni yoki o'ng putinglar bilan so'l qo'linglarni cho'qim kesaman. Ondan hammanglarni cho'qim darg'a isib o'ldiraman. Bu vaqtda yana bir oyatda mundaq bayon qilindi. Men cho'qim sizlarning qo'llaringlarni, putlaringlarni o'ng chap qilib, ya'ni o'ng qo'l bilan so'l putni, o'ng put bilan so'l qo'lni kesib tashlayman. Sizlarni cho'qim xorma daraxtlariga osaman. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi: "Eng burun darg'a osgan va o'ng chap qilib put qo'llarini kesgan kishi Fir'avndir." U sehrgarlar Fir'avnga mundaq deb javob berdi: "Biz albatta Rabbimizning dargohiga qaytquchilarmiz. Ya'ni biz o'zimizning Alloh taolo tarafiga qaytadiganligimizni jazmlashtirdik. Alloh taoloning azobi sening azobingdan qattiqdir. Sen bugun bizni chaqirishing va majburlashing ostida sehr qilishdan iborat qilgan gunohimizga Alloh taoloning beradigan jazosi sening jazoyingdan qattiqdir. Shunga biz Alloh taoloning azobidan qutulib qolish uchun bugun sening azobingga bardoshlik beramiz." La ilaha illalloh. Rabbimiz bizga sabr ato qilgan. Ya'ni bizga sening diningni ching turishga va uningdan kelgan aziyatni ko'tarishga sabr ato qilgan. Bizni musulmon petimizcha qabzroq qilgan. Ya'ni bizning jonlarimizni biz sening payg'ambaring Musa alayhissalomga ergishib musulmon bo'lib turganimizda olgan. Shunga ular Fir'avnga mundaq dedi: "Bizning haqqimizda nimani hukm qilsang qilgan. Sening hukming faqat bu dunyoda o'tadi. Bizning xatoliklarimizni sening majburlashing orqasida bizning sehr ko'rsatganligimizdan iborat gunohimizni mag'firat qilsin" deb biz haqiqatan Rabbimizga iymon etdik. Allohning savobi sening mukofotingdan ortiqdir. Allohning azobi sening jazoyingdan doimidir. Kimiki gunohkor holda Allohga muloqot bo'ladi ekan, u do'zaxga kirdi. Do'zaxda u o'lmaydi va obdan yashamaydi. Kimiki mu'min bo'lib yaxshi amallarni qilgan holda Allohga muloqot bo'ladi ekan, u Allohning dargohida yuqori darajalarga erishadi. Ibn Abbas
Ubayda ibn Qatada va ibn Jurayj qatorliqlar ular bir kunning atdigan tarafida Alloh taolaning dargohida eng yomon ko'riladigan sehrgarlar edi. Ular bir kunning atdigan tarafida Alloh taolaning dargohida eng yomon ko'riladigan sehrgarlar edi. Shu kunning kech tarafida bo'lsa Alloh taolaning dargohida eng aziz bo'lgan shahidlarga aylandi dedi. Fir'aun qavmining cho'nglari Fir'aunga Musa bilan uning qavmini zaminda fitna fasod turg'izishga, seni va sening ilohlaringni tashlashga qo'yib o'tamsan dedi. Fir'aun: ularning bolalarini o'ltiramiz, ayollarni bo'lsa xizmatga selishga qoldirib qo'yamiz. Biz albatta ularning ustidan hukmronlik qilamiz dedi. Musa o'z qavmiga: Allohdan madad tilanglar, sabr qilinglar. Yer yuzi haqiqatan Allohning mulkidir. Allah onunğa bendilerden öz xalagan kişilerini varis kılıdı. Yaxşı akıbet takvadarlığa mensup dedi. Ula: sen bizge keliştin burun mu, kelgendin kiyin mu, haman harlanıp kettik. Sen bizge keliştin burun mu, kelgendin kiyin mu, haman harlanıp keldik dedi Musa. Rabbinlarning düşmanlarını halak qilishi, Misr zaminida ularning o'rniga sizlarni destishi, sizlarning qandoq ish qiladiganliginglarga qarshi muhaqqaqdir dedi. Katta boshlarning kuchkirtishi bilan Fir'aunning İsrail avlodini o'ltirmoqchi bo'lganligi va Musa alayhisalomning ularga Alloh taolaning yordam beradiganligi bilan va'da qilganligi to'g'risida. Alloh taolo Fir'aun va uning cho'nglarining Musa alayhisalom va uning qavmiga qarshi birlikka kelganligidan va ularning yomon niyatlarini qilganligidan xabar berib mundaq deydi. Fir'aun qavmining cho'nglari Fir'aunga: Musa bilan uning qavmini zaminda fitna fasod turg'izishga, seni va sening ilohlaringni tashlashga qo'yib o'tamsan dedi. Ya'ni sening qo'l ostindagi kishilarni buzib, ularni seni tashlab o'zlarining Robbiga ibodat qilishga chaqirishiga yo'l qo'yamsan. Kulkilik yeri shuki, Fir'aun va uning qavmining özleri zaminda fitna fasod teriydigan buzuq kishilar turug'liq Musa va uning qavmini fitna fasod terig'uvchilar deb qo'rqishidir. Shunga ular seni va sening ilohlaringni tashlashga qo'yib o'tamsan dedi. Suddi mundaq dedi. Ibn Abbasning qarashicha Fir'aunning ilohlari kala idi. Ular chiroyliroq bir kalını ko'rsa, Fir'aun ularni shu kalaga ibodat qilishga buyurdi. Shunga Samiri İsrail avlodining ibodat qilish uchun mo'zayning mo'rishiga o'xshash ovoz chiqaradigan bir mo'zayning haykalini yasab bergan. Fir'aun odamlarning katiboshlariga mundaq deb javob berdi. Ularning bolalarini o'ltiramiz, ayollarni bo'lsa xizmatga selishga qoldirib qo'yamiz. Bu Fir'aunning ikkinchi qitimli qirg'inchilik qilish edi. Uning birinchi qitimli qirg'inchiligi Musa alayhissalomning tug'ilishidan burun boshlangan bo'lib, uning bunda qirg'inchiligini ilib berishi o'zining taxtini o'rib etadigan Musa alayhissalomdek bir kishining chiqib kelishidan ansirganligi uchun edi. Bu işte yanıla Fir'aun'un korkan işi yüz berip Musa aleyhisselam çıktı. Bu qitimda mu Fir'aun İsrail avladını ezip harlap öldürmekçi boğan idi. İş onun oylığındek bo'lmay Allah Teala ularni aziz kıldı. Fir'aun'u xar ve mat kıldı. Onu askerler bilen koşup suğu çökürüp etti.
Yuqorida bayon qilgandek, Fir'avn Bani Isroilni azoplamoqchi bo'lganda, Musa o'z qavmiga: "Allohdan madad tilanglar, sabr qilinglar. Yer yuzi haqiqatan Allohning mulkidir. Allah uning bandalaridan o'zi xohlagan kishilarni varis qiladi. Yaxshi oqibat taqvodorlarga mansub" dedi. Ya'ni Musa alayhisalom ularga yaxshi oqibatni kelgusida bir yashash makonining bo'ladiganligini va'da qildi. Ular: "Sen bizga kelishdan burunmi, kelgandan keyinmi hamon xorlanib keldik" dedi. Ya'ni, ey Musa, sen ko'rib turayotgan bizning beshimizga kelgan bu xorliq va azoblarni Fir'avn sen kelishdan burunmi bizga qilgan edi. Hozir yanili qilyotidi. Musa alayhisalom ularning oldidagi yaxshi kunlarga bishorat berib mundaq dedi: Rabbinglarning dushmaninglarni halok qilishi, Misr zaminida ularning o'rniga sizlarni dastitishi, sizlarning qandoq ish qiladiganliginglarga qarshi muhaqqaqdir. Bu bo'lsa, ularni hozirgi kunlar oxirlashib, yaxshi kunlarga kelganda Alloh taologa shukr qilishga rag'batlantirishdir. Alloh qasamki, biz haqiqatan Fir'avn va uning tavalarining ibrat elishlari uchun ularni qahatchilik bilan, mevalarining usulini kemaytib etish bilan sinadik. Ular agar farovonlik, mo'lchilik biror yaxshilikka erishsa, biz uningga haqliqmiz deydi. Agar ularga biror yomonlik kelsa, ular bu Musa va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarning shumliqidan keldi deydi. Ularga yetgan yaxshilik bilan yomonlik Musaning shumliqidan emas, Allohning taqdiridir. Lekin ularning to'lisi buni, ya'ni ularga kelgan balo qazoning o'z gunohlari tufayli Alloh tarafidan kelganligini uqmaydi. Fir'avn va uning qavmining ocharchilik bilan sinalganlik to'g'risida. Alloh qasamki, biz haqiqatan Fir'avn va uning tavalarining ibrat elishlari uchun ularni qahatchilik bilan, mevalarining usulini kemaytib etish bilan sinadik. Abu Ishoq Rija ibn Hayvaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Meva daraxining usul berishining kamlab ketganligidan hatto bir tub xurma daraxi faqatla bir dona xurma beradiganlar holatga ketgan. Bir tub xurma daraxi faqatla bir dona xurma beradigan holatga yetgan. Ular agar farovonlik, mo'lchilikdek biror yaxshilikka erishsa, biz buningga haqliqmiz deydi. Ya'ni biz uningga haqliq bo'lg'achqa uningga erishdik deydi. Agar ularga biror yomonlik kelsa, ya'ni ularga qo'rqinchlik va ocharchilik kelsa, ular bu Musa va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarning shumliqidan keldi deydi. Ya'ni bu ularning va ular elib kelgan dinning kasofatidan bo'ldi deydi. Ularga yetgan yaxshilik bilan yomonlik Musaning shumliqidan emas, Allohning taqdiridir. Lekin ularning to'lisi buni, ya'ni ularga yetgan balo qazoning o'z gunohlari tufaylidan Alloh tarafidan kelganligini uqmaydi. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Sura Al-A'raf tafsiridan 131-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.